Hurmatli xonimlar va janoblar, kutib oling. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Rahmat. Assalomu alaykum muhtaram Farg'ona ahli, qadrli do'stlar, mehmonlar, bugungi tantanamizda qatnashchilari. Albatta, jonajon vatanimizda har bir kuni tarixiy. Lekin bugun Farg'onada tarixiy kun desam, bu adolatdan bo'ladi. Mana shunday maskanlarni ko'rib, odam g'ururlanadi, faxrlanadi. Mana shunday maskan bilan men butun Farg'ona ahlini, Marg'ilon ahlini chin qalbimdan tabriklayman.